Assalamu alaykum, hörmətli görülmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Xitay hökumətinin zuvanı bolğan Dünya Gezi'nin, Dünya Uyğur Qurultayı, Uyğur Hərəkəti Təşkilatı, Türkiyədəki İstiqlal Televiziyası və şundaqla Erkin Asiya Radiosuğa qaratqan hücumları doğrusunda söhbət elib barımız. Biz bu münasibət bilan Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa Efendi bilan Uyğur Hərəkəti Təşkilatının direktori Roşan Abbas xanımını bu söhbətə qılay təklif qıldıq. Söhbətimiz xoş gəldinizlər. Çox rəhmət. Xitayning hökumət mətbuatları 2019 yılının axırı 1 milyondan artıq Uyğurlarni cəza lagerliğə solğanlığını inkar qilish üçün onu faqat Dünya Uyğur Qurultayı və Uyğur Hərəkəti qatarlıq təşkilatlar və bir qism Uyğur bölgünçilər oydurub çıxarğan degan səpsətəni ilgiri sürdü. Xitayning Dünya Geziti və Xitayning Dünyavi televiziya tori keyni-keyindən maqala elan qılıb və ziyarətlərini elib berib, özünün meydanının toğruluğunu isbatlaşqa uringan boldu. Xitayning bu mətbuatları hətta 2-3 ildən beri uruq tuqqanlarını tapamagan Uyğurlarning elib barğan hərəkətlərini yalğanğa çıxırış üçün ularning uruq tuqqanlarını ziyarət qılğan boldu. Bunda bolsa mən birinci sualım Dolqun Eysa Efendi'dən başlay. Dolqun Efendi, sizningçe Xitay hökumətinin dövlət mətbuatı bolğan Dünya Geziti nima üçün o'tgan yilning oxiri sizning ham Dünya Uyğur Qurultayının ismini atab turib hücum qilib qarlaydi? Bu Xitay hökumətinin Dünya Uyğur Qurultayını mening şəxsimə bolğan tunji qitimliq bir hücumi və qaralaşı emas. Hər qitim Şərqi Türkistanda vətəndə bir hadisələr yüz bergan vaqtida, bir problemlər chiqqan vaqtida Xitay hökuməti xalqaraning besimiga duch kelgan vaqtimizda Xitay hökuməti bu vaqani, bu Şərqi Türkistonda chiqqan bu hadisələrning sababkorligini o'zining Şərqi Türkistonda Uyğur xalqiga olib borgan besim bastırış siyosatidan ko'may, buni davomli boshqa bir tarafga, boshqa bir javobgar izlash orqali bundan qutulishga yo'l izlab keldi. 2009 yılı misal qilsak, 2009 yılımı Ürümçidə yaşlarımızdan tinchlik bilan bo'lgan hareketini, namoyish hareketini Xitoy hukumati qallab bostirgandan keyin bu nurg'ulg'an xalqaro matbuotlarning, nurg'ulg'an davlatlarning Xitoy hukumatidan besim qilishini shakllantirdi. Bu munosabat bilan shu vaqtimizda Xitoy hukumati bu mas'uliyatdan o'zini qochirish uchun Dünya Uyğur Qurultayının rəhbərlərinə qarata keng ko'lamli bir mas'uliyatni atib bir hücum başlagan. Aralıqda bunda hadiseler bir qancha qism yüz berdi. Endi bu 1 milyondan 3 milyongacha Uyğur, Qozoq xalqi 3 yildan buyon jazo lagerida azob chekyotdi. Dastlab bosqichlarda bu xalqaroning pek diqqatini tortmagan, ammo keyingi yillarda bu masala dunyoning diqqat e'tiborini tortgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Amerika Kongresi, Yevropa İttifaqı va xalqaro matbuotlarning kuchli diqqatini tortib Xitoyni ayiblash dunyoning har tarafida keyin yuz berayotgandan keyin Xitoy bu mas'uliyatni bu qatim özünün Şərq Türkistan'da yapılan etnik qırğınçılığını din kömək və bunu pərdajlaş düşünüş üçün yalnız bunu Dünya Qurultayıdan və bugün mən onun reisligini qılayotgan Dünya Qurultayı və mənim şəxsimə atış arqılıq besimdən ötüldüyünü qutquzuşqa urinayotgan bir hərəkət. Şunu deganimdə bu tunji bir qatımlıq hərəkət emas, tunji qatımlıq bir qarlaşma emas və axır qatımı bo'lmaydi deb o'ylayman. Şunu bu məsələyə biz şəxsən mən bək heyran qalmadım. Roşan Abbas xanım, bu Xitayning Dünyavi Gezitida yana sizning ismingizni va siz yaqinda qurgan yana Uyğur Hərəkəti Təşkilatının namını atab turib, sizlarni yağan uçurtda qatdi deb sizlarni qarladı. Sizningcha bu nima uchun? Hər qitim biz bir ta'sir doirasi keng bo'lgan, ya'ni xalqarada Xitoyningki hozirgi qilayotgan o'sha etnik qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatlarni oshkorlaydigan bir cho'ngroq harakat qilgan vaqtimizda her türlük tordaki maymun çomakçılarını işqi selip bizge şahsen mening özemge hücum qilib kelgandi. Her türlük maqala yazılgan türlük tillada. Bunun men pisand qilmay kelgan. Endi bu birinchi qitim Xitoyning rasmiy bir Xitoyning zuvani bo'lgan Xitoy hukumatiga vakillik qiladigan bir matbuot sohasining Mana və bizim təşkilatımızga hücum qilishi buni aytib kulgulik bir iş endi. Bo'libmi buningdagi bizni ayiblagan, yolg'onchilik qildi, boshqalarning rasmlarini ko'tarib chiqib, fitna ig'vo taqatdi deb turib bizning tashkilotimizga
her türlük bölgünçe o bu degende qalpaq kiygizçi. Demek Xitay hazır aşkar bulup bütün qilmishlari xalqarada hammadan biladigan bir yer kelgan vaqtida kunni etak bilan to'sishga tirishyapti. Shuning uchun faoliyat qilayotgan faoliyatchilarimizga ve tashkilotlarimizga hujum qilyapti. Endi misolga men o'zimni misolga olsam, mening hadamdan 16 oydan beri hech qanday xabar yo'q. Hadamning rasmini ko'tarib yurib har yerda hadamni mening hadam qani degan bu savolim bilan bütün 3 milyondan ortiq bo'lgan lagerlarda yetayotgan qarindoshlarimizninki davosini anlatyapti men. Mushu qitim Xitoy bizga hujum qilishdan bir hafta burunla Amerika Avam Palatası ve Kengash Palatasidan 48 nafar senator ve kongressmenlar Amerikanın 3 ministeriga xat e'lon qilib 48 kishi imzo atgan bir xatni Amerikanın tashqi ishlar ministeri Pompeo, ticaret ministeri ve savdo ministerleri bo'lgan Mnuchin efendim ve Wilbur Ross efendimlarga xat yozib avatgan. Bu xatda shaxsan bizning ismimizni ve mening hadam Gulshan Abbas ve Qaysar Quyumlarni darhol qo'yib berish kerak degandek shu ismimizni atagandi. Shuningga endi bu Xitoyning qig'ini bir javoban bir narsadek his qildim endi vaqt nimasiga qarab. Bizning tashkilotimizga qarasak, Uyg'ur harakati tashkilotininki bosh sekretari Kamal Turkning dadisi Yalqin Ro'zidan hech qanday uchur yo'q. Ana lekin bizning yana bir direktorimiz bo'lgan Javhar Ilhamning dadisi Ilham To'xti qancha yillardan beri turmada yetyapti. Uningki ahvolidan hech qanday uchur yo'q. Shuning uchun mayli bizning tashkilotimiz bo'lsin, mayli tashkilotimizning ichidagi aktiv faoliyat qilayotganlar bo'lsin, biz haqiqiy o'zimizning urug' tuqqanlarimizni o'tirg'a chiqib, ularningki ahvolini surishtiryapmiz va vatandagi bo'lgan zulmlarni butun dunyoga anglatyapmiz. Demak, endi hozir Xitoy hukumatining bevosita bizga hujumga o'tishi xuddi Dunyo Uyg'ur qurultiyining va Dolqin Isoning yillardan beri qilayotgan xalqarodagi davosining nihoyatda unumli bo'layotganiga o'xshash, bizning qilayotgan ishlarimizning unumli bo'layotganligini ko'rsatdi. Dolqin Iso efendi albatta muhacirat Uyg'urlarning tashkilotlari nihoyatda ko'p, o'xshash bo'lgan shaklda harakat ilib boryapti nurg'un tashkilotlar degandek. Nima uchun bu Xitoy hukumati endi o'zining tish tirnog'ini asosan Dunyo Uyg'ur qurultiyiga qaratadi, ham boshqa tashkilotlarga deganda qaratmaydi. Siz deb o'tgandek haqiqatan Uyg'urlarning tashkilotlarini ayt ko'p. Har qanday bir tashkilot, butun tashkilot qo'ldan kelgancha o'zining imkoniyat bergan doir faoliyatlarni olib boryapti, ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyi bugun muajiratdagi Sharq Turkiston davosining Uyg'ur harakatining vakil xarakterlik markaziy bir organi bo'lish sifati bilan bu mas'uliyatni ustiga olib, dunyoning hamma yerda muhatap elingan, mayli Birleşken Devletler Teşkilatı olsun, mayli Avrupa İttifakı, Avrupa Parlamento olsun, mayli Amerika Kongresi ve başka devlet hükümetler bilen olsun, bir vasıta aloqa qilib bu Sharq Turkistondagi meseleni yıllardan bu yan Uyghur halkının avazı bulup bu mesuliyetini üstüge gelgen bir teşkilat bo'lg'achqa, Xitoy mushu Dunyo Uyg'ur qurilgan kundan boshlab bunu yo'q qilish uchun harakat qilgan. Chunki Dunyo qurultiyi gerçi 2004-yilda qurilgan bo'lsa ama bunun tarixi uzun bo'lgan bir tashkilot. Sovetlar ittifoqi parchalangandan keyin 90-yili bütün vatandan o'z vaqtida 49 kommunist islohga maruz qolgandan keyin qochib chiqqan rahbarlarimiz, 44 cumhuriyetimiz ag'darilgandan keyin 60-yili Sabık Sovetlar ittifoqi qochib chiqqan rahbarlarimiz, ya'ni Sharq Turkiston davosining vatan ichidagi salohiyati bilan yurt ishiga hijrat qilgan bütün rahbarlarning o'rtaq bir araya kelish bilan 92-yili İstanbul'da bir qurultay açılgan. Onun aldı 54-ci Tayyip'te bir qurultay açılgan. Bu Dunyo qurultayının davamı, müdahale qanchaqda bizga qolgan bir amanet. Şununla Xitoy hukumati Dunyo qurultayının bu asasını yaxshi bildi. Dunyo qurultayı onun için bugün dünyada şu vatanning chiqqan rahbarlarimizning fikirleri bilan shularning qo'shilishi bilan qurilib chiqqan asas shu yerga boradigan bir tashkilot bo'lganligi uchun bu dunyoda e'tirof qilinishga erishgan ve xalqimizning tarafidan birdan bir salohiyatli organda bilingan bir bo'lg'achqa Xitoy hukumati bundan ansiraydigan gap. Ansirab shunga butun dunyoning hamma yerda Dunyo qurultayining faoliyatlarini to'sish uchun
Onun aldını eliş için bunda çıkan jagda kısıksı Uygur'un avazını boğuş için muş dünya kurultayını yok kısak bunun rehberlerine biz her xil şekildeki terörist, bölgünçü, vayak, undakçı degan usullar bilen bunun yolunu tossak Uygur'un avazı dünyada bu şekilde anılmaydı degan bir ham xiyal bilen şunun Xitoy hükümeti asosiyatsiyaning bütün kuchini mush dünya kurultayga mushning rehberlerini yok qilish tirishib kelyapti. Yani dünya kurultayının kuchi yuqorida o'tganda xalqimizdan olgan ve xalqimizdan olgan kuchi bilan butun dunyoda Sharq Turkiston davosini temsil qilgan bir salohiyatli organ bo'lganligi uchun shu biz bilan birlashyapti deb o'ylayman. Ravshan xonim, bu siz bu teşkilatını kurup hazır kasbiy şekilde bu faaliyetini ilip bağandan beri bulup mu sizden adınızını hem de izleyereksiz yok algandan beri siz adınız hem kalan Uygurlarının avazını çıkarıvatsınız. Hem Xitayning dünya gezisi hem de sizni başkalarının resimleri hem uçurlarını oğurlap okşaş bolmagan matbuatlarga ta'minlayapti dep ayıpladı sizni. Ama Xitoy hükümeti nima uchun sizning adınızını koyup beriş arqılıq yoki mana Ravshan Abbasning degan gapi yağan, mana hadisi saq-salamat deb chiqamaydi. Şu men bununla hayran çünkü bir qancha kishilarni qo'yib berdik deb urug' tuqqanlar deb ularga video ishlab rasmlarini chiqaribdi. Biroq bular men hujum qilgan vaqtida mening hadamning rasmini chiqargani yoki mening hadamni qo'yib bergani yo'q. Mening hadamning 2 qizi bor, 3 nevrisi bor Amerikada. O kızlarınki erleri bulup, hadamninki oğulları, 3 qerindishi, bizning ailemiz bulup 20 necha Amerikada urug' tuqqanlari bor. Özünün bevosita tuqqanlarining hammasi Amerikada. 2 qizi mana hozirgacha hadamdan hech qanday puchur alalayotgani yo'q. Meningki ailemni aytganda, mening qaynatam, qaynanamningmi hozirgacha 2,5 yil bo'ladi dedi, hech qanday puchuri yo'q. Mening yo'ldoshimninki singillari, ularning erlari, inisi, uning ayoli, balları bulup 24 adamdan hech qanday puchur yo'q. Ammo shundaq sharoitda, masalan, misolga olsak, shu vaqtida menga hujum qilgan vaqtida va bizning tashkilotimizga hujum qilgan vaqtida Bahram Sintaj tunishtirgan Still No Info degan hozirgacha hech qanday puchur yo'q degan hashtag ni ijod qilgan kishi Bahram Sintajning 70 yoshdan oshgan dadisidan hech qanday puchur yo'q. Endi bularga qaraganda biz Xitoy hukumatining naqadar yolg'onchiligini, razilligini bilamiz. Ammo yolg'onchilik deganning cheki logikasi bir yergacha bo'lishi kerak. Shaxsan menga bunday hujum qilishining sababini men yaqinqi 2-3 bo'layotgan ishlardan ko'rdim. Chunki men uning oldida 2 hafta Avstraliyaga berib, Avstraliyada men 4 shaharda ziyoratda bo'lgan. Bununki önümü Uyghur davasıga ta'siri nihoyat yaxshi bo'ldi. Chunki bu yerda parlament a'zolari bilan, senatorlar bilan ko'rishdik. Matbuotlarda umumyuzlik nurg'un xabarlar chiqdi. Buningda biz Xitoyning 22-yilgi qishliq olimpikka qarshi harakatlarni ifodadik. Masalan, hozir Avstraliyada 17 ta Uyg'ur yeşil kartı bor kishilar Xitoyning lagerlarida yetib o'tibdi. Şoň biz Avstraliya hökümetining şularga ega chiqishini, Avstraliyaning Xitoy bilan savdo sohasidagi cho'ng bir nimasiligi, o'rtog'i bo'lish sifati bilan savdo munosabatini qo'llanib turib, lagerlarni taqab, shu lagerlarda yetayotgan 3 milliondan ortiq Uyg'urning so'rig'ini qilishini talab qilgan. Endi bo'libmi, dal mushu bizga bo'lgan hujumning oldida meningki hozirgi lagerlarda yetayotgan erlarninki uylarida qolib qolgan ayollarga qo'sh tuqqanlik munosabati bilan erlarni akirib yotqizib qilishi va zo'rlik bilan Uyg'ur ayollarini to'ylashga zo'rlab, Uyg'ur ayollarining Xitoylar bilan zo'rlik bilan to'y qilayotganlik mush ahvollarini men kollektiv bosqinchilik deb atgandim. Bu gapim bilan nurg'un matbuotlarda, mayli Avstraliyaning, Yangi Zelandiyaning bo'lsin, mayli xalqarodagi boshqa matbuotlarda bo'lsin, buni aytib keng tarqalgan. Shu sabablardan menimcha Xitoyningki yig'irig'i tagdi deb o'ylayman. Shunga endi bakma hayron qolmadim, biroq bizga bundaq yolg'ondan tuhmat atib, bizga tuhmat qilib hujum qilganligi yanada o'zininki qanchalik bechora holga tushib qolganligini ko'rsatdi. Dolg'unay Sohib, endi bu
Sizningcha bu Xitoy hukumati hamda sizlarga hujum qilib qaralishga sabab sizlar yolg'on ma'lumot tarqatganinglar uchunmi yoki haqiqatni o'tirib qo'yganinglar uchunmi? Ya biz qilayotgan ma'lumotlarning hammasi asoslarga tayangan, faktlarga tayangan. Bizning hozirgi Xitoy hukumati mayli global bu qatim yer shari vaqt gezitida bo'lsin va yoki uning oldidagi xabarlarda bo'lsin, hech qachon dunyo qurultiyi manda bir yolg'on, manda xabarni, manda taqdirda bir faktni o'tirib qo'yolgani yo'q. Biz dunyo qurultiyi bugun xalqaro mushunda bir salohiyat ega bo'lgan bo'lsak, o'tirib qo'ygan ma'lumotlarimizda faktlarga asoslanganligimiz uchun. Uningda hech qanday bir ya qiyosga va yoki bo'lmasa tafakkurga yoki fantaziyaga va bo'lmasa yolg'on bir ma'lumot berganligimiz dek bir narsa mavjud emas. Bo'lgan bo'lsa Xitoy buchoqcha u narsalarni bozorga selib bizni sazoy qilgan bo'ladi. Shuningga mayli Xitoy hukumatining hozirgacha e'lon qilgan butun hujjatlarda unda bir narsani mandat deyilgan, amaliyotda mandat deb bir narsani ko'rsatilgan yo'q. Faqatla bizni bo'lgunchilik bilan men şahsen terrorizm bilen ayıklaş arkalık aldığımızın tosuşka yani dünya bugün nenetlediğin yaman gördüğün atalı olan işiltiş arkalık ama onun işiltidi onun mu paket depriyalliğin yok. Mesela yine Xitay hükümeti 97. Interpol'a belgene 21 yıldan geçe Xitay hükümeti bunu da vazgeçmedi ama biz mi cimtumuduk özümüzün yani dünyada bir çokum bir adalet var, hakkaniyet var. Her qancha Xitoy kuchli bo'lib, dunyodagi cho'ng bir iqtisodiy kuch bo'lib, davlatlarni setib olgan, xalqaro tashkilotlarni setib olgan taqdirimizda yanada dunyoda bir adolat bor degan narsalar harakatga o'tdik. Bundan to'xtab qolmadik. Ammo oxirida 21 yildan keyin Xitoyning dastlabda haqiqatan qiyinchiliklar duch keldi. Dunyo qurultiyi, dunyo bugünkidek bir salohiyatga to'nilmagan vaqtlarning o'zida terörist bir teşkilat degandan keyin dunyo to'xtab turib bu qanday degan gapdi. Deb butun millat, butun insoniyat terror degan bu gapning o'zidan zaten sürkünüşlik bir gap. Bo'lgan vaqtimizda nurg'ulg'an yo'llarimiz itildi. Gumon bilan qaraldi, nurg'ulg'an yerlarda tekshirishlar etdi, so'roqlar bo'ldi. Demak, haqiqatan Xitoy dastlab qadamda bizning bir qism yo'llarimizni to'sishga muvaffaq bo'ldi. Ammo biz buning bilan to'xtab qolmadik. Chunki bizning mas'uliyatimiz, vazifamiz xalqimizning haqliq bir davoyimizni anglitish bo'lganligi uchun biz har zaman faktlarga asoslangan asosda o'zimizning yo'lda mangayverdik. Shuning bilan Xitoy bu jihatdan mag'lub bo'ldi. Masalan 2018 yilning Interpol 21 yil tutish buyrug'i chiqarilgan narsa to'xtatildi. Dunyo qurultiyini terrorist tashkilot dedi. Ama 2019 yil 6 oyda Amerika Kongressida dunyoning siyosiy markazida Amerika'nın devlet erbaplarının qo'lidan Dünya Qurultiyiga demokratiya mukofotini topshirib berdi. Shuni olgan bo'ldi. Demak, bularning hammasi Xitoyning yillardan buyon Dünya Qurultiyi haqida, uning rahbarlari haqida berayotgan bu qaralashlarga nisbatan berilgan yaxshi bir javobdi, ammo demak Xitoy hech bir qachon o'zining bu mag'lubiyatini tan olmaydigan gapkan, ya'ni davomli shaklda bu hujumlarni to'xtatmaydi ekan, bundan keyin to'xtatmaydi. Yalnız bu Xitoyning xalqaro adlab emas, bu bizga bo'layotgan hujumlar abiyatini Ruşen Hanım deb etdi. Sosyal medyalarda her xil o'zininki ishlarini ishga solish orqali nurg'ulg'an hujumlar. Bir tarafdan xalqaro diplomatik kuchini, iqtisodiy kuchini esa to'sish urinib, yana bir tarafdan shu sosyal medyalardan payini bizlarga o'tgan yillardan buyon bo'lgan haqoratlar, hujumlar az emas endi. Uni misol soldi. Ammo bu bir kakilerliğin yok. Dastlab qadamda qisqa muddat ba'zi insonlarimizning kallasını qaymoqtirishga rol o'ynay olgan bo'lsa-mu, ammo bizning vazifamiz insonlarga va yoki bo'lmasa javob berish emas, xalqimizga javob berish bo'lganligi uchun Sharq Turkistondagi 20 milliondan ortiq xalqimizning mas'uliyatini ustimizga olgan bo'lganligimiz uchun oldimizga qarab ishimizni qilaverdik. Demak, u narsalarni bir putarab turolmaydi. Ammo oldimizgi kunlarda Xitoy yana biz o'ylamagan va yoki har xil shakldagi yana suiqasdlarni qilishi mumkin, o'yinlarni o'ynashi mumkin. Ya'ni jim turmaydi Xitoy. Chunki bir davlat qo'lida har xil imkoniyatlar va kuch bor. Ammo biz bu ishga xalqimizning manfaati uchun chiqqan ekanmiz. Shuni Xitoyning har qanday hujumlariga nisbatan tik turishimiz kerak va shunda deb mangamiz. Ro'shan xonim, hamda Xitoy hukumati albatta udilgan bir odamning ismi yoki bir tashkilotni atab turib qarlamaydi. Bu yerda hamda Xitoy davlatining hamda bir millatchi gazeti tunji qitim sizning nomingizni e'lon qilib turib aybladi sizni. Siz buning sababidan bir bexatarlik jihatda bir o'zingiz bexatar deb his qilamsiz hozir shundan keyin?
Endi men ko'p safarlarga chiqyapman. Undaq bo'lgandan keyin har yerda endi bexatarligimizga tahdid kelishi mumkin. Bo'libmi Amerikaning sirtidagi vaqtlarimizda. Biroq endi hammamiz o'zimizning shaxsiy o'zimizningki bexatarligi yoki o'zimizning amonligi, o'zimizning shaxsiy manfaati uchun qilayotgan ishlarimizdan voz kechsak yoki uningdan andisha qilsak, bu ishlarni kim qiladi? Kim shu bechora xalqimizningki ovozi bo'lib shularning dardini anglatadi? Dolğun əpəndi bu Xitay hökuməti özünün şu dünya vaxtı gezdi, məsələn, Dünya Uyğur Qurultayının adresi, onun orni, Germaniyada yaşaydigan Uyğurlarning sani, onun da hətta Dünya Uyğur Qurultayının yaxın yıllardan beri elib bağan strategiyalik yığınlardan tatıb tilg'i elib ötəb ketdi. Siz həm Dünya Uyğur Qurultayıga bir bexatarlik məsələsini oylaşdınlarmı, oylaşmadınlarmı? Şu Xitay bu e'lon qilgan maqolalar Dünya Qurultayının ishg'ollarining o'rnini tasvirlab chiqdi. Deb shu butun planlar shu kichkina bir yerda bo'lindi degandek adreslarni ko'rsatdi, ammo Xitoy hukumati yana jiqnasini bilmayotgan deb o'yladim. Garchi Dünya Qurultayının markazi München'da 3-qavatda bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Dünya Qurultayı deganlik yalnız bu deganlik emas. Dünya Qurultayı bugun chet eldagi 18 davlatda net yüzlügen Dünya Qurultayının pidai rehberleri, 18 devlette 30 neci icraiye komitesinin azaları ve net 10 minliğen Dünya Qurultayının kolluğucularından teşkil tapkan bir teşkilat. Şunun için Uyghur halkıga birden-bir vekillik kılgan organ dağıtımız. Şunga gerçi bizden merkezi organımız bir yerde olsun ama Dünya Qurultayı dünyanın hem yerde. Bunun negizi vatanda. Bunun küçük vatandaki halkımızda. Şunun için Xitay bu yerga vaqtimizda yanında bazı narsalarni to'g'ri tespit qilmoqda deb o'ylayman. Ama bu yerda ko'rsatish orqali qandaqchi bizga bir tahdid xarakterlik so'zlar bor. Xitoy hukumati 2009-yilga o'xshash shaklda mishaga ba'zi muxbir qiyofatida kelish orqali biz bilan suhbat qilgan, hatto ishxonada ko'rimizga vaqtida biz ishxonaga olmagan, hatto Germanning saqchilari yuzimizda yezibdi uni. Germanning saqchilari biz chaqmadik. Germanning saqchilari shu vaqtda bizga har xil tahdid telefonlari kelgan vaqtimizda German bexatarlik organlari saqchilari bizning ishxonamizning atroflarini davomli kuzatib turdi, hozirgacha kuzatib turdi. Shunda bu vaqtda bular rasm tatgan vaqtida maxfiy tutib ketgan. Ketib keyin qo'yib ketgan hamda. Undan keyin biz mishada 2009-yil yana ishxonamizda bir matbuot yig'ini o'tkazgan. O'tkazgan vaqtimizning o'zida bir qancha Xitoy muxbir qiyofatga kelgan. Matbuot yig'ini bo'lgandan keyin sen kirsan kirmaysan degan olmaydi, matbuot uchun. Ammo ular matbuot xodimlari emas, o'quvchilar ekan. Ashar jidal chiqarishtirishdi, uni biz saqchi chaqirib tutib ketgan. Demek Xitoy bir yerda yolg'ondan muxbirlik salohiyati bilan o'zining josuslarini ish qilish orqali Dünya Qurultayıga va uning rahbarlariga bo'lgan tahdidlar, ko'ztirib berish harakatlari davomli bo'lib turibdi. Bu qatimmi mushuni ko'z tutgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu Xitoy Dünya Qurultayının kuchining yalnız bu Münchendagi bu kichkina ishxonada emas, dunyoning ham yerida bo'lganligini yaxshi bildi. Bu orqali biz o'shuni bizning sening nerda qanday ishxonada o'tog'ini tatib bilamiz demakchi bo'lgan bo'lsa kerak, ammo bu narsalar bizni qo'rqitanmaydi. Chunki Germaniya bir qonun davlati, hech bo'lmasa Germaniya bu narsalarni yaqindan buyon xalqaro matbuotga so'rayapti. Biz sen bexatarligingdan endişe qilamisan deb. Albatta biz o'zimizning jenini Allohga topshirgan, biz ishonadigan bir inson. Qishimizda 20 tane konvoy bilib yurgan bu yusimi bir yerdan qaslaymiz, qaslayib beradigan gap. Ammo Germaniyada men o'zimni bexatar hisoblaymiz, ammo aytning bo'lganligini bilmaymiz. Chunki Xitoyning qo'li uzra bordi. Ammo bu bizning hech bir harakatimizning aslab qilishga va yoki qo'rqitishga yetmaydi. Men boshda deb o'tgandagidek bu safargi biz bütün tahdidlarni, bütün her xil bo'lgan suiqasdlarning hammasini ko'z oldimizga olib turib, ya bismillah deb yo'lga chiqqan ashdan mangamiz. Balkim bu narsalardan keyin bizning mas'uliyatimizning texim eg'irligini his qilib, texim shiddat bilan, texim qat'iy bir iroda bilan harakat qilishimiz kerak. Ama bir yerde Dünya Qurultayının mayli men bulay başka bir reislerge yoki rahbarlarga bir suiqasd qilish bilan Xitoy hukumati balkim shu o'zining bir qatimliq g'ariziga yetalishi mumkin. Ama men nabiyatni deb o'tgandek Dünya Qurultayı, men bugun Dünya Qurultayının reisiman, ama Dünya Qurultayı degan
Bununla 30-40 cumhuriyetlerimizden kurguçlarından Muhammed Emin Bora, İsa Alim Tekil'le bu kurultayın reisi olan insanlar, yani şulardan geldim dedim. İsa Alim Tekil'le olsunuz, Ahmet İgenbedi bu kurultayın reisi olan, Envercan bu kurultayın reisi olan, Erkin Alptekin bu kurultayın reisi olan, Rabia Kadir bu kurultayın reisi olan, bugün biz demek üzlük kalmaydı. Bir iki kişinin yok buluşuyla bu dava yok etmeydi mühimi. Şu ideya, irade bilen men işimiz kaldık. Rojan Abbas Hanım, bu sizmi ilgari jurnalist bo'lib xizmat qilgan, ammo bu qitim Xitoy hukumatining bu dunyo vaqti gezdida Turkiyadagi Istiqlol televizor stansiyasi ham bizning Erkin Osiyoda ba'zi, masalan, Adrian Zens o'xshash mutaxassislarni ziyorat qilganligimiz uchun alayda tilga ilib, bularmi bir bo'lgunchi tashkilot degandek, guruhlar degandek ayblashlarni ilib bordi. Xitoy hukumati nima uchun hamda Uyg'urlarning muhacirat, chet ellikka hamda Uyg'ur vakillik qiladigan matbuotlarga hujum qildi deb qaraysiz? Her qanday bir diktator tuzumidagi bir diktator hukumat amaliyotdan, reallikdan, haqiqatdan qo'rqidi. Mayli Erkin Osiyo radiosi bo'lsin, mayli Istiqlol xabar agentligi bo'lsin, mayli Adrian Zans bo'lsin, mayli Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin, mayli Uyg'ur harakati tashkiloti bo'lsin, mushu qitim Xitoy hujum qilgan matbuot yoki akademiklar yoki siyosiy faoliyatchilar va tashkilotlarning hammasi amaliyotni so'zlayotgan, reallikni o'tirg'a qo'yib, Xitoyninki hozirgi abdi bashirsini ichib berayotgan organlar. Endi o'zini bir Xitoyning xalqarodagi matbuot organi deb atib olgan bu Global Times, bu Xitoyninki zuvani bo'lgan bu organ faqatla amaliyotga, reallikqa hech qanday kichikgina bir hurmat ko'rsatmaslik u yoqda tursin, bir jurnalizmning bir qonuniy prinsiplariga kichkina hurmat qilmagan holda o'zlarini oshkor qildi. Buningda men hayron qolmadim, chunki bu butun diktator hukumatlarininki bir asosli bir uslubi, ham Xitoy hukumati butun xalqaro necha yildan beri buni qilib kelyapti. Dolqun Isa efendi, oxirgi savol. Bu Xitoy hukumatining hamda Xitoy matbuotda hamda to'xtamasdan Uyg'urlarning ko'ringan tashkilotlari, ko'ringan faoliyatchilari ham Uyg'urlarning hamda matbuotlarga hujum qilishni hamda albatta uzundan beri davomlashtiryapti. Ammo shuning bilan birga aytib, afsus albatta bir qism Uyg'urlar va yoki o'zi Uyg'ur deb atib olgan balkim Xitoylar yoki Xitoyning odamlari bo'lishi mumkin, masalan, ijtimoiy to'r badladi. Ularmi ba'zida to'xtamasdan shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin va boshqa Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur uchun jon dil bilan xizmat qilayotgan Uyg'ur faoliyatchilar bo'lsin va Uyg'urlarning matbuotlari bo'lsin, bular to'g'risida davomli to'xtamasdan fitna, ig'vo degandek yolg'on ma'lumotlarni taqib mangmoqda. Siz hamda bu Uyg'urlarga deydigan qanday bir tavsiyalaringiz bor? Menimcha ularni bek Uyg'ur deb ketgil bo'lmaydi. Agar Uyg'urcha gap qilganlar, do'ppi kiyganlar Uyg'ur deydigan bo'lsa, bugun Sho'rat Zokirmi ba'zida do'ppi kiyib qoladi. Nurbakirmi do'ppi kiygan, umi Uyg'urcha gap qiladi. Shuning uchun bu yerda Uyg'ur degan nima, oldi bilan Uyg'urcha so'zlaganlar Uyg'ur desak bo'lmaydi. Bu yerda Uyg'urning manfaatiga, haqiqatga, Uyg'urning ro'yiga vakillik qiladigan, shuning ro'yini yoshtalgan insonlarni Uyg'ur deyish kerak deb o'ylayman. Shuning to'rbatlarda Uyg'urcha gapiladigan nurg'unlagan kommunist Xitoyning ishlari ko'p. Xitoy hukumati bir davlat bo'lish bilan bunchilik ishni olib boramiz bo'lmaydi. Chunki nurg'un pul sarf qilyapti. Nurg'unlagan kuch sarf qilyapti. Ba'zida uch qashqari holda tahdid bilan ba'zi insonlarni setib olib, urug' tuqqanlarini qo'yib beramiz. Sen Dunyo qurultiyisan, Erkin Osiyo radiosini tilasan, Uyg'ur erkini tilasan, ya Ahmetni tilasan, Dolqunni tilasan, Olimni tilasan, sening vazifang shu. Biz urug' tuqqanini akarini qo'yib beramiz deyish orqali, go'ro'ga kelish orqali buni qilayotganlar. Bu vaqtda bizga yuzni ma'lum qilgan, mushta bulardi aka
deb bir yıl, bir yarim yılın aldıda müştaq bir hareket bakşet deb şundaq telefonlarını elip Xitoy bilan shunda so'zlashayotgan insonlar bizga ma'lumot qilgan avvallar bor. Demak, Xitoy hukumati ba'zilarini pul bilan sotib bordi. Uyg'urlar bo'lganning hammasi Uyg'urning manfaati uchun xizmat qildi degan bo'lmaydi. Yatta avlodigacha, urug' avlodlarigacha Xitoyning o'xshamagan sistemlarda Xitoy hokimiyati uchun jon jahli bilan xizmat qilgan Uyg'urlar bor. Nayt osonlik bo'lsinmi? Bor bunday insonlar. Bugun Sho'rat Zokir shunday insonlar. Urug' avlodini tatib Xitoy xizmat qilgan bir insonlar. Ulardan boshqa narsani kutish mumkin emas. Unda Xitoyning sirt qo'yayotgan bu shakldagi Uyg'urcha gap qiladigan, ammo ro'yi dunyosi Xitoylashib ketgan Uyg'urlar az emas. Shuningga bu yerda Dunyo Uyg'ur qurultiyiga bo'lsin, boshqa Uyg'ur tashkilotlariga bo'lsin, Erkin Osiyo radio stansiyasiga bo'lsin, bugun Erkin Osiyo radio stansiyasi tarafsizligi bilan dunyoda nurg'unlagan mukofotlarni olgan jurnalizm qoidalari bo'yicha shuhrat qozongan, e'tibor qozongan bir organ. Xitoy buning uchun uni tillaydi. Turkiyada Istiqlol televiziyonisi bo'lsa, Turkiyada 40-50 ming Uyg'ur yashaydi. Nurg'unlagan guvohliklarni o'tirg'a chiqdi. Nurg'unlagan insonlarni apirib, realliklarni ichib tashladi. Uning uchun Xitoy uni qarshi turaydi. Uyg'ur harakati yangi qurilgan bir tashkilot bo'lsin, ammo bugun dunyoning nurg'unlagan davlatlariga berib, Amerikan elchixonalari bilan hamkorlashib, nurg'unlagan bu Sharqiy Turkistonda bo'layotgan hodisalar to'g'riliq dokladlarni berdi. Demak, Xitoy buni bir xil shaklda ham obiyatni deb o'tgandek iqtisodiy diplomatiya kuchini ishga selib hujum qilsa, yana bir tarafdan pul orqali va yoki go'raga olgan orqali setilma insonlarni yollash orqali albatta biz hujum qildi. Bu normal bir hodisa deb o'ylayman. Bundan biz bak hayronmi qilib, bak umidsizlikni ketmaymiz, chunki abiyan degandek bularning vazifasi shu. Har xil manfaatlar badaliga shuni qilishdan boshqa çaresi yok bazılarının hatta şunun bu xalqimizni faqat xalqimiz deydirimiz. Şunun için bugün hem sosyal medya diyen aslında Uyg'urlarning manfaati uchun nayte yaxshi ishlatayotgan qarindoshlarimiz bor. Guvohliklarni bergan, o'zining protokollarini bergan, ninki vaziyatlarini berib, haqiqatan dunyoning Uyg'urlarga bo'lgan diqqat e'tiborini qo'zg'ash uchun xizmat qilgan nurg'unlagan yakka inqilobchilarimiz, vatanparvar qarindoshlarimiz, ellarimiz, singillarimiz bo'ldi. Ularning o'ynagan roli favqulodda bo'ldi. Ama bu sosyal medyaların paylaşış orqali bütün vaktini, enerjisini abiyatı yukarı deb etken sebepler bilan Uyghur teşkilatlarga, rehberlerge, medya kuruluşlarımızga hücum qilish bilan o'tkazayotgan, şunun paylaşışdan qilayotgan nurg'un insonlarimiz bundan narsaga xalqimizning ishinib ketmasligi, yanala xalqimizning ovozi bo'layotgan mayli axborot soyadasi bo'lsin va yoki faoliyatchilar bo'lsin tashkilotlarga bo'lgan nisbatan ishonchisi mahkam bo'lishi, ularning qo'llashi, ularning xizmatlarini davomli ilgari surish uchun moddiy ma'naviy yordamlarda bo'lishi bu tashkilotlarga, shaxslarga, qurilishlarga nisbatan hujum qilganlarga nisbatan boshqa ish qilinmasa, uning edini beradigan shaklda javobini berishi va bularni bu tashkilotlarning qurilishlarni qo'g'dash yalnız biz Dünya Uyg'ur qurultiyining va tashkilotlarning ya media qurilishning vazifasi emas, butun xalqimizning vazifasi bo'lishi kerak. Shuning butun Uyg'ur xalqidan men bu orqali Uyg'ur xalqining ovozi bo'lishga tirishayotgan shaxslarning, tashkilotlarni, qurumlarni, qurilishlarni qo'llashi va uni mudofaa qilish kerak. Va buni har bir Uyg'ur vatanparvar Uyg'ur deylik, ya'ni har bir vatanparvar Uyg'ur o'zining majburiyati deb bilish kerak deb o'ylayman. Unda bo'lsa bu suhbatga qatnashgan Dolqun Isa apandi va Ro'ychan Abbos xonimlarga alohida rahmat aytaman. Sizlarga ko'p rahmat. Sizga rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar, bu programmamiz diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Kelar qitim ko'rishgacha xushvaqt bo'linglar.